Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda yana bitta yangi gulimiz, portmazarli gulimiz obzorini qilib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib bo'lgan gulimiz. Obzorni boshlashni eslatib o'tamiz. Videomizga like, videomizga kommentariy, kanalimizga podpiska. Telefon raqamlarimiz 97 628 88 08. Bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olishingiz mumkin. Do'konimiz manzili Qo'qon Farobiy bozor, 20-do'kon. Ko'pchilik bizni videolarimizni tomosha qilishyapti, tomosha qilib like bosishmayapti, obunani bosishmayapti. Biz bema'ni faxsh bo'lgan narsalarni emas, xalqimizga manfaatli bo'ladi degan umidda video qilyapmiz. Xo'p, videomiz manfaatli bo'lsa, kanalimizga podpiska va videomizga like bosasizlar degan umiddamiz. Xo'p, obzor boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Yangi gul, Portmazarli yangi guli. Sifati juda ham a'lo, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Choynaga nabonni ichida 2 dona bo'ladi. Salat nissasini ham ko'rishingiz mumkin. Nabonni ichida 6 dona bo'ladi. Xo'p, piyolasini ham ko'rishingiz mumkin. Vikalina firma. Gullari juda ham chiroyli, juda ham ajoyib. Piyolasi 12 dona bo'ladi. Kosasi mana. Kosasini ham ko'rishingiz mumkin, gullarini. Juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Kosasi ham nabonni ichida 12 dona bo'ladi. 6 litr elkasi ham nabonni ichida 12 dona bo'ladi. 7 litr elkasi ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, juda ham ajoyib chiqqan. 7 litr elkasi ham nabonni ichida 12 dona bo'ladi. Xo'p, avval nissasini ko'rishingiz mumkin. Avval nissasi nabonni ichida 4 dona bo'ladi. Osh tarelkasi nabonni ichida 2 dona bo'ladi. Naborimizni ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Naborimizni narxini aytishdan oldin, keling aka. Klientimiz kelib qolishdi. Xo'p, davom etamiz. Bu chinni naborimiz narxini aytishdan oldin eslatib o'tamiz. Kanalimizga podpiska, videomizga like bossalaring, bizni ko'proq odam ko'rishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Xo'p, naborimizni narxini 1.150.000 qilib beramiz. Do'konimizga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar.